Yo, diyor nimaga achchiq qilyapsan? Chiqqani yo'q aka, bu barlar daroatda aka. Xo'p, Matiz mashinasini olib qoldik. Bu mashinamizga ko'rib turganlaringdek o'zini zaravskiy holatda turibdi. Barlarini olib tashlab turib, Malibu bar ustanobga qilib beramiz. Hozirgi chiqayotganlaridan idealni qilib tetkik qilib o'rnatib beramiz. Videoda oxirida tayyor bo'lgan holatini ham qo'yib boramiz. Bu xolosa ko'rib turganlaringdek barlarimizni ham ustanobga qilib tayyor qilib olganmiz. Qollarni ham xalaq qilmaydi, sinyalarga oldi orqa bo'lishiga ham xalaq qilmaydi. Ko'rib turganlaringdek. И besprovодlarni ham ishlatib qo'yganmiz. Ko'rib turganlaringdek ideal holatda ishlayapti. Mashina yurgan holatda ishlaydigan qilib ulab berganmiz. Xolasa, kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Pastdan nomerlarni qoldirib qo'yamiz.